Assalomu alaykum azizlar. Bizda navbatdagi bemor qandli diabet bilan bemorimizga Qozog'iston Respublikasidan murojaat qilib keldilar. Bemorimizdagi klinik vaziyat, ya'ni bemorimizda aynan shu oy boshida o'sha oral sohasida absis ochilgan va dinamikada u muolajalarga qaramasdan atrofga tarqagan hamda yiringlab flegmonaga aylangan. Bemorimizga qandli diabet hamda oral sohasi flegmonasiga murojaat qilib keldilar. Bemorimizni dastlab flegmonalarni davoladik. Hozir deyarli o'sha yaralar bityapti. Hamda bemorimizga laparoskopik usulda yonboshli interfaziya amaliyotini bajardik. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Hozir bemor o'zlari yaxshi his qilyaptilar. Operatsiyadan keyin bugungi saqlari necha chiqdi bugun? 8. 8. Operatsiyadan oldin necha yurardi? O 20-30 ga 20-30 bor. Va natijani o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Qisqacha o'zingiz aytib bering, qanaqa bo'ldi hammasi? Hammasi assalomu alaykum. Keldik bilan Toshkentga. Hammasi yaxshi bo'ldi. Birinchi mosholkani operatsiya jasadi, 4 kun ishimda oyoqqa turib ketdim. Keyin sag'irga operatsiya jasadi. Bo'ldi 3 kun, 4 kun endi uyga ketyapman. Uyga. Bari yaxshi bo'ldi. Mana как положено, здоровье bo'ldim. Turibman, o'z oyog'imda turibman. Endi ketib boraman uyga qaray. Bari yaxshi bo'lib ketdi. Hammasi Darigarlarga rahmat. Darigarlarga rahmat. Toshkentning darigarlariga. Rahmat sizga ham, ishonch uchun salomat bo'ling. Shunaqa qandli bemor o'tganlar bo'lsa, albatta yordam beramiz. Rahmat hammangizga. Rahmat. Sizga rahmat. Baringizga rahmat.